Koreyskiy Lego apalavkalarni optim birinchi qo'l tarqatiladigan joyiga kelganmiz, ya'ni Toshkent shahriga. Ko'rib turganlaringdek eng kichkinasi 20 dan boshlanib 60 gacha. Xohlasalar fundament uchun, xohlasalar Ahadjon nima edi bu? Balka. Balka ko'rinishida yig'salaring bo'lar ekan. Eng zo'r tomoni ham oson yig'iladi, ham oson chachiladi. Qarang, xohlasangiz ariq qilsangiz bo'ladi, zinapoya, undan tashqari uyda betonlar. Eng zo'r tomoni bu Koreya texnologiyasi asosida qilingani uchun umuman skladga aruya berib olmaydi. Ya'ni urayotgan betoningiz tek silliq chiqadi. Yana bitta zo'r tomoni bir tomonni 300 martagacha ishlatsangiz bo'ladi, keyin nari tomondan aylanib yana 300 martagacha ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu mahsulotni 10 yildan beri to'xtovsiz ishlatayotgan ukalarimiz bor ekan. Buni yana bitta zo'r tomoni Koreyadan xuddi shunaqa holatda keladi, batda yig'ilmaydi. Zavodskiy koreyskiy bo'ladi. Narxlari $25 dan $40 bo'ladi. Arenda biznesi bilan shug'ullanadigan ukalarimiz yo'q bo'lsa, kattaroq usta akalarimiz bo'lsa, koreyskiy Lego apalavka qidirib yurgan bo'lsangiz, mana eng optim joyini topib qo'ydim hamda buni shunaqa apalavka qidirayotgan do'stingizga jo'natib qo'yasiz, sog' bo'linglar.